Assalomu alaykum akalar. Bugungi bozorimiz yaxshi zo'r bo'ldi. Xudo xohlasa like podpiskani bosib tursalaring, bundan zo'r, bundanroq qiziqroq narsalar qo'yib borishga harakat qilamiz. Akalar, sizlardan podlitsani bosib, podlitskani qo'ng'iroqchalar ezib qo'ysalaring, videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Yakshanba kuni olingan videolar mana endi qo'yilyapti akalar. Men bor uzr, vaqtimiz yetmay qolyapti. Ijtimoiy o'zimizga bilasizlar, do'konimiz bor, itlarimiz bor. Ularga qarash, aqabaqa chiqarish, pochtalar xizmatlari shular bilan vaqtimiz bo'lmay qolyapti. Keyin buni montajga ham ko'p vaqt ketadi akalar. It sotadigan akalarimizga, it oladigan akalarimizga tavsiya qilamiz, shu yakshanba bozorga kelishlarini. Bozor qaynayapti, narxlar bozorda arzon bo'lyapti akalar. Kelinglar, har qanday itni top berishga harakat qilamiz. Bozorimiz manzilini yana tushuntirib qo'yamiz. 5 bola, Farg'ona shahar 5 bola mol bozori desalarni yub bo'ladan ko'rsatadi akalar. Keyin bitta iltimos, yosh bolalar umuman telefon qilmasin, yosh bolalar bilan savdo qilamiz. Yosh kattaroq akalarimiz bo'lsa, yo opalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarimizga aloqaga chiqsalaring, yo o'tsalaring, avda itlar kuniga itlar qo'yamiz, kuniga 5 ta 6 ta itlar qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'linglar. Instagram kanallarimiz ham bor akalar. Kirib qolganlaringga a'zo bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar qo'yib boramiz sizlar uchun. Akalar, bozorimizga chixva chiqibdi. Bir qarishga ham bormaydigan it. Buni narxi qiziq akalar. 3 million so'm deyishyapti. Pasport, dokument hamma yo'g'i bor. Nima? Aka, bu erkak ekan-a? Necha yosh? 3,5 yosh. 3,5 yosh deyishyapti akalar. Shunaqa kichkina kuchukchalar, dekorativni kuchukchalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kiyimlarigacha bor ekan, hamma yo'qlar va taqir-tuqurlari bilan beriladi. Mana dokumentlari. Bu radoslovniy ekan aka? Pasportda u emlanganligi haqida dokument tasdiq. Ha, mana radoslovniy deyiladi aka. Qoni toza ekan. Nimadan kelganda bu? Rossiyadan kelgan. Ha, bilinyapti. Mana dokumenti, pasporti, mana polniy veterinariyadan berilgan radoslovniy, qoni tozaligi akalar. Kuchi puliga arziydi. Mana. Urg'och avcharka. Mah. Holatlari yaxshi ekan. Ha, urg'ochi. Yoshini 1,5 yosh deyishyapti. Qarochi, narxi 2 million so'm, buni ham ozmoz kami bor deyishyapti akalar. Qo'riqchilikka yaxshi teshkasi kelyapti ekan. Agar erkak bo'lsa, buni ham qo'shsalaring. Sirazi. Mana holatlari. Akalarimiz ko'proq videoga oling itlarda deyishgan ekan. Iloji boricha ko'proq videoga olib turibman. Klonlari past, mana holatlari bor. Ozmoz gapni tushunarkan, yosh bolalarga umuman tegmas ekan. Holatlari yaxshi ekan. Yana ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Ayol kishi boqqan, erkak kishi boqqan, hamma boqqan. Yosh bolalar ham ovqat beraveradi, haligi yomon nimasi yo'q deyishlar. Akalarimiz bozorga alabay chiqibdi. Urg'ochi, yosh 2 yoshdan sal o'tgan. Bir marta tuqqan ekanmi? Katta narsa. Uyga qo'riqchilikka olmoqchi bo'lgan akalarimizga. U ko'pincha erkak alabaylarda olgan toza-qonli urg'och qanchiq istashadi. Endi bola olgani mana qanchiq akalar, so'rayotganlar. Mana oldi holatlari, lapalari. Narxini $100 deyapti. Aka, deyapti, siz nomingizdan $100 ga qilib beramiz deyapti. Akamizga aytdim, aka, yengilroq narxlar dedim. U panjalari ham 6 panjali ekan akalar. Mana. Buni xarakterlarini to'g'ri so'rab ko'rmadim. Ko'pchilik endi xarakterini aytgani yo'q. Avcharkalarnikini o'zim bildim, aytdim. Buniki yosh bolalar boqqanmi, katta odam boqqanmi bilmaymiz akalar. O'rgatib olaverasizlar. Hozir mana avcharkani ham, narigini ham narxini chiroyli qilib skidga qildirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamiz o'z nomerini qo'yishmadi. Nomerini olyapman. Men orqali aloqaga chiqaverasizlar.
Bozorimizda odamlar kam, to'y bozor har doimdek qaynayapti. It bozorida odamlar kam. Ammo mishiq simidan chiqdi. Bag'am Qo'qon Yangobod. Qo'qon nimaga o'xshaydi? Aypan bozoriga o'xshayapti. Akalar, quloqqa ketilgan bunaqa kuchukchalarimiz ham bor. Qirg'iz chiqdi. Ha, holatlar yaxshi. 3 oylikga qarab ketyapti. Erkak ekan bu. O'g'il bola qo'riqchilikka olsalarni yaxshi zanjirlarda turibdi ekan. Narxini aka dedi 400 ming so'm bo'ladigan dedi, tushirib savdolashib ma'qullik 400 ming so'm qilib berishadi. Bozorimizga kelaverasizlar, bu bozorda kuchuklar hozir bu sotilib ketadi. Akalar 400 ming so'm shikalatlar, kelib savdosini qilib olib ketinglar. Akalar, u kuchukcha chiqdi. Urg'ochi, yoshi necha yosh aka? Yoshi 1 yoshdan o'tgan deylik. Ko'rinishi shunaqa. 1 yoshdan o'tgan. Urg'och ekan akalar, bola olsalardan bo'ladi. Aka, ozmoz gapga tushunadimi? Nima ovga ishlatganmisiz yo'qmi? Ovga ishlatmagan, uyda qo'riqchilikda qilgan xolos aka. Mana. Tishlari butun, ozmoz gapga kirar ekan. Narxlarni skidka narxda 500 ming so'm. Akalar, zo'r narx o'ch akalarimizga ham. Mana. Ke baqa. Ke. Holatlari zo'r. Ovchiga qiziqayotganlarga. Akalar, qo'ychimoq itlarga qo'y boqib yuramiz deyapti. Shu itlar ekan, qo'ychimoq itlar. Buni bolalari sotilar ekan, biz dalaga deydi boqadi. Mana cho'pon kuchukchalar deyapti narxlarni. Narxlar hali aytishgani yo'q. Cho'pon kuchukchalar hali sut emayapti, ovqat yeyotganlari ham bor. Qo'riqchilikka olib, mana onasi. Mana holat, turgan holat. Aka, narxini necha puldan deyapsizlar? Narxi bozor ko'targanida biz qaytamiz. Akalar, bozorimizga ratfillar chiqibdi. 8 oylik deyishyapti oyini. Urg'ochi. Kechkasi ketdi, holatlari zo'r, o'yin qara. Bo'ynini tayi ko'p ko'rgan bo'lsa, kamar turgani uchun ozgina nima bo'lib qolgan, shilinib qolgan. Holatlari zo'r, 8 oylik. O'ynashlarni ko'rib turibsizlar. Narxini akalar 2 million so'm deyishyapti. Qochirtirgani, ko'paytirgani tayyor ekan, erkak bo'lsa deyapti. Kechkasi kelib turibdi deyapti akalar. Olishlari mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Tishlari ham yosh. Aka, yosh bolalarga umuman tegmaydi, hali hazil-pazil qilib ayollarga tishlam netmaydi bu kichik. Odamga umuman ishi yo'q ekan akalar. Qirg'iz alabayimiz. O'tgan bozor ham chiqqan. 400 ming so'm narx aytilyapti. Urg'ochi, qo'riqchiligi zo'r, udar. Akalar, uyga tashab qo'ysalar ham bo'laveradi. Qirg'izda endi, qirg'iz alabaycha. Urg'ochi 4 oylikdan yaqin 3,5 oylik deyishyapti. Bozorimizda bugun kuchuklar juda kam. Akalar, Bilgeyevskiy ovcharka deyishyapti. Egasi narxi $500 deyapti. Aka, buni kami bormi? Qimmatli namzorgan bo'lsa. 500 ming so'm juda qimmatda bu aka. Ha, $500, 500 ming deb yashib qayol ketib qolyapti. $250 turadi bolachasi. Endi bu kuchugi sal qimmatroq bo'ladi, hamma joyda. $500 deyapti. Aytdik, kami necha pul oxiri aka? O'zlariga gaplashinglar. Erkak ekan. Yoshi necha yosh? 6 oylik. 6 oylik. Gibridlar. Alabay bilan. Aka, shunisini bitta ko'taring. Bitta. O'zim olmayman. Yo'q. Mana
holatlarni ko'ringlar. Juda chiroyli narsa. Urg'ochisi. Urg'ochisi nech pul edi? $100 buni. $100. Erkagi 200 dollar aka. Holati vashshiy zo'r akalar. Bozorimizga sekin-sekin itlar chiqyapti. Bozorimizda mashatlari quvullagan it ko'padi. Endi sekin-sekin chiqishyapti. To'g'ri bozori yaxshi. Akalar kelaverasizlar bozorga. Kuchuklaring bo'lsa sotasizgani, olgani kelaverasizlar. Kuchuklarga hamma yo'qlarimiz bor. Hozir mashatda bitta zvanovcha bor ekan. Zvanovchamiz narxi 150 ming so'm, urg'ochi. Uyga chapa, eski chapalardan quloqlar turib qopti, ozgina qopti. Serebristi shinshilla $100. Qiz bola. Oddiy mishiqchalar 100 ming so'mdan. Seriya mishiqchamiz 800 ming so'm. Mana ip kuchuchalar, zvani kuchuchalar narxini opamiz 500 ming so'mdan deyapti bularni. Haqiqiy dekorativni kuchuchalar ekan. Mishiqlarimiz. Siznikimi? Bozorimizga ko'p bugun mishiqlar chiqdi. 800 mingdan общий. Standart hammasini 800 ming so'mdan qilib berishyapti. O'g'il, qiz, katta, kichkina xohlaganlaringni olaverasizlar. Damashnilar bor, 100 ming ham bor. 100 ming so'mdan, bu 100 ming, bu 100 ming, 100 ming. Dekorativni ham bor, prostoy mushukchalar ham bor. Damashni uyda boqqani 100 ming so'mdan. Serebroyimiz ham bor. Ona bola serebro bor. Mashatda ona bola serebristilar ham bor ekan. Bolasi ham, onasi ham sotiladi. Narxlari 800 ming so'mdan. Bozorimizga kelaverasizlar. Mana fotlar, bozorimizga kelaverasizlar. Mishiqlar vashshe ko'p. Kimga kerak bo'lsa, har xil mishiqlarni topsalaring bo'ladi. Bu tomonda to'g'ri bozori, bu tomonda sekin o'rdek bozor, bu tomonda it bozor akalar. Endi ratdan chekkadan mishiq bozori joy egallanyapti. Mashaqdan sekin mishiq bozori. O'chi dishyapti, kushqor. Kushqor. Urg'ochimi aka? Erkak aka. Nech pul puli? 1 million kami. 1 million so'm kami bor akalar bozorda. Bo'ldi. Necha oylik bu? 2 oylik. 2 oylik. Ovqat yeyapti. Ovqat yeyapti. Bo'ldi.